Last month, the U.S. government held several Amerika very hökuməti high-profile ötən ay events Birləşmiş to Dövlətlər join the Təşkilatı UN ümumi General yığını Assembly. jarayonida bir qancha fəvqəladə mühim fəaliyyətlərni uyushturdi. Amerika bu arqılıq nima maqsadga yetmoqchi? Xitoyning inkosi qandaq bo'ldi? What the U.S. is trying to do is to highlight what's taking place to the Uyghurs. I mean, this is a horrific human rights situation that's happening. Over 1 million in detention. Amerika'nın qılıbatqını Uyg'urlarning peshiq kelgan kulfatlarni yo'ritishga tirishish. Bu bir vahimlik kishilik huquq vaziyati. Bu yerda 1 milliondan ortiq odam tutib turish lagerlariga qamalgan. Lager sirtidagilarmi bexatarlik kameralari va sun'iy aql sistemalari bilan qoplangan mavhum tutib turish lagerlarida yashamoqda. Biz Xitoy hukumatining o'zidagi musulmon osonliqlarga mana shunday qilayotganligini yo'rtibyapmiz. Bu bir diniy ziyonkashlik. Uyg'urlarning diniy huquqlari BDT kishilik huquq kitobnomasi va Xitoyning asosiy qonunidami kapolatga ega qilingan. Shunga biz dunyoga Xitoyning nima qilayotganligini namoyon qilyapmiz. Xitoyning inkosi bo'lsa 1 million odamni solab qo'yishni faqat bir xil terrorizmga qarshi harakat deb ko'rsatishga urinishdan iborat bo'ldi. Meningcha ularning inkosi nachar yoki noto'g'ri hamda vaziyatga adolatsizlik qilish shaklida bo'lib keldi. Ular bu vaziyatda Uyg'urlarni erkin yashashini qo'yishi kerak. Siz musulmon nufusi ko'p bo'lgan Turkiya, Pokiston, Saudiya Arabiston, Indoneziya va Malayziyaga o'xshash davlatlarning BDT umumiy kengashida davomli sukutni talashiga qanday qaraysiz? Well, I'm disappointed in their silence. A number of the Western countries. Men ularning sukutidan afsuslandim. Bir qism g'arb ellari bu masalani aniq shaklda o'tirib qo'yapti. G'arb ellardagi jurnalistlarmi bu vaziyatni nihoyat yaxshi yo'ritib xabar qildi. Mening umidim mushu musulmon nufusi ko'p davlatlardagi bir qism kishilarning Uyg'urlarning beshiq kelgan kulfatlarni anglashga boshlashi va sado chiqarib, davlat rahbarlarini Xitoyning qilmishlariga qarshi texnik kuchlik va unumli harakat qo'llanishga majburlashidir. Xitoy Uyg'urlarga zulm silib qolmasdan, balki Xitoydagi boshqa musulmonlarga zulm silyapti. Ular bir muncha xristian cherkovlarini taqib etdi. Falun Gungchilarga yillardan beri ziyonkashlik qilib keldi. Tibet buddizmi necha 10 yil mobaynida Xitoy kommunist hukumatining to'mir tapini ostida chaylandi. Bularda qilcha o'zgarish bo'lgani yo'q. Shunga bu Xitoy kompartiyasining Xitoydagi barliq iymonli insonlarga qarshi diniy e'lon qilgan urushidir. Sizning davomli sukutni tanlagan musulmon nufusi ko'p davlatlarga deydigan nima so'zingiz bor? Ular zuvan surishi kerak. Tarix ularning sukutini mukofotlamaydi. Sukut turishning o'zi ma'lum bir narsaning yuz berishiga qo'shilish yoki yo'l qo'yishdan derak berdi. Bu deganlik, bu lagerlarda shunchalik ko'p odam ziyonkashlik uchrayotgan sharoitda siz bu masala ustidagi bo'lishga tegishli munozaraga aralashmadingiz deganlikdir. The U.S. ambassador to Indonesia Amerikaning Indoneziya turishliq bosh elchisi bu hafta u davlatdagi eng muhim ikki musulmon tashkiloti bilan uchrashib, ularni Xitoyda qattiq ezilayotgan Uyg'urlarning masalasini ko'tarib chiqishga da'vat qildi. Sizningcha bu bir unumli usulmi? Sizningcha musulmon nufusi ko'p boshqa ellardagi Amerika diplomatlari va elchilari shu davlatlardagi musulmon tashkilotlari bilan aloqa bog'lash kerakmi? Oh, I do think we need to engage with these Muslim organizations. Meningcha biz cho'qim bu musulmon tashkilotlari bilan aloqa bog'lashimiz kerak. Meningcha insonlar jasoratini yo'qotmasligi lozim. Nurg'ulg'an odamlar faqat Xitoyning pulidan quruq qolamiz deb qo'rqishadi. Xuddi Xitoy ularni iqtisodiy jihatdan jazolaydigandek yoki ba'zi savdo kelishimlarini to'xtatadigandak. Ammo boshqalarning qadr-qimmati va ularning o'z e'tiqodini erkin bajo keltirishi uchun tik turishga jasorat qilsangiz, bu yana nurg'un kishilarga ilhom berishlaydi. Bo'lib musulmon davlatlarning rahbarlarini musulmon bo'lganligi uchun shunchalik qattiq ziyonkashlikka uchragan xalqlar uchun maydonga chiqib nido qilishga undaydi. Sizningcha Amerikaning Xitoy turishliq bosh elchisi Uyg'ur rayoniga berib ziyorat qilish kerakmi? Meningcha bosh elchimiz Uyg'ur rayonini ziyorat qilishi kerak. Ammo meningcha u hech qanday avorchilik va to'sqinlikka uchramagan ahvolda u yerga berishi kerak. Uning barliq yerlarni xohlagancha ko'rishiga yo'l qo'yilishi lozim. Agar u yerlar xuddi Xitoy hukumati aytgandek kasbiy tarbiyalash markazlari bo'lgan bo'lsa, undaqda uning Xitoy hukumatining qilayotgan yaxshi ishlarini ko'rishiga yo'l qo'yilishi lozim. Ammo mening his qilishimcha, u ziyoratida bundaq narsalarni ko'ra olmaydi. Uning ko'rdi
qiladiğini bo'lsa, insonlar o'zi xohlamaydigan ideologiyaga majburlanadigan va o'zining diniy e'tiqodini xohlagan shaklda davomlashtira olmaydigan jazo lagerlaridan iborat bo'ladi. Shunga Xitoy hukumatı dunyoga u yerlarda bo'lib atgan ishlarni ko'rsatmayapti. Bu biz yashayotgan 2019-yildagi dunyoda yuz berayotgan dahshatli vaziyat. Xitoyga o'xshash bir dunyoviy kuchning bu davrda o'zining bir qism xalqlariga bunday harakatlarni ravo ko'rishi odamning aqliga sig'maydi. Bu xato. Buningga xotima berilishi kerak. If China continues to deny the existence of the internment camps, deny holding more than 1 million Uyghurs, Agar Xitoy hukumatı yana davomli holda jazo lagerlarining mavjudligini, 1 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa xalqlarni bu lagerlarga so'lganligini inkor qilib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Amerika va xalqaroning tekshirishi va ziyorat qilishiga yo'l qo'ymasa, Amerika hukumatı yoki BDT Xitoyga tegimi ko'p jazo tadbirlari qo'llanishi mumkinmi? I think that's clearly possible. As you've seen, we've now listed several entities that are being used for the advanced police state type operations that the Chinese are doing. We've sanctioned those. Meningcha buning mumkinligi aniq. Ko'rganingizdek, biz Xitoyning zamonaviy saqchi davlati harakatida rol o'ynagan bir qancha Xitoy muassasasini qora tizimlikka oldik. Bu muassasalarga jazo qo'ydik. Bu qilmishlar bilan shug'ullanayotgan Xitoy amaldorlariga viza embargosi qo'ydik. Xinjiangning partiya sekretari Qin Jianguo bu siyosatlarni amaliyleştirib atdi. Texmi ko'p odamlar bularga besim qilish uchun elingan tadbirlar orqali partiya amaldorlariga bizning bu qilmishlarga qo'shilmaydiganligimizni aniq bildirdik deyishmoqda. Buningdan boshqa biz bu qattiq qo'l hammani o'z ichiga olgan g'o'ja aka saqchi davlat sistemalarining boshqa davlatlarga eksport qilinishini xohlamaymiz. Biz bundoq bo'lishidan nihoyat andish qilyapmiz. Bularning saqchi davlat texnikalarining yomon g'arazda ishlatilishi mumkin bo'lgan istibdod davlatlarga eksport qilinishining oldini olish ba'zi muassasalarning qora tizimlikka kirgizilishdagi sabablarning biri.